Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi darsimiz tarbiya fani. Mavzuyimiz biz qanday dunyoda yashashni xohlaymiz. Bolajonlar, o'tgan darsda biz qanday dunyoda yashashni xohlaymiz degan savolga javob topdik. Bugun esa shunday dunyoni qanday yaratishimiz mumkinligini o'rganamiz. Biz yashayotgan dunyo bizning qo'limizda. Agar biz har kuni tozalikka rioya qilsak, mehr bilan yashasak, atrofni asrasak, dunyo o'zgaradi. Kichkina ishlar ham katta o'zgarish keltiradi. Gullarga suv quyish, axlatni tashlamaslik, hayvonga yordam berish, kattalarga rahmat deyish bu ham ezgulikdir. Tinchlikni saqlash eng muhim narsa. Agar hammamiz tinch yashasak, quvonchli hayot bo'ladi. Kundalik hayotda har birimiz yaxshilik qilamiz. Do'stimizga daftar berish, sinfdoshlarni yupatish, ota-onaga yordam berish, gul ekish, bularning barchasi yaxshi ish. Har ezgu ish bu dunyoni yanada chiroyli qilish degani. Bolajonlar, esda tutinglar, tozalik, mehr, tinchlik va ezgulik bu baxtli hayot kalitidir. Biz xohlagan dunyo aynan shunday dunyo. Mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga